Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Shomurodov yana tarixiy rekordni yangiladi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA tomonidan yo'lga qo'yilgan yangi musobaqa FIFA Series 2026 turniri doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Gabon futbolchilari bilan kuch sinashdi. Toshkentdagi uchrashuvda hisobni raqiblar hujumchisi Teddy 7-daqiqadayoq ochdi. Biroq mehmonlarning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. 14-daqiqada 14-raqam egasi Eldor Shomurodov jarima nuqtasidan uzatilgan to'pni bir urinishda raqib darvozasiga joyladi. Ikkinchi bo'limda esa shu kuni O'zbekiston tarkibida debyut uchrashuvini o'tkazgan Jahongir O'rozov aniq zarba bilan terma jamoamizni hisobda oldinga olib chiqdi. O'yin yakunlanish arafasida esa Alisher Odilov g'alaba to'pini kiritdi. 3-1. Bu gol 30 yoshli hujumchi uchun yangi rekord sifatida qayd etildi. Ma'lumki, Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixida eng ko'p gol urgan futbolchi sifatida rekord o'rnatgan. Gabon terma jamoasi darvozasiga kiritilgan to'p Eldor uchun xalqaro maydondagi 44-gol sifatida qayd etildi. Shomurodov bu ko'rsatkichga terma jamoa safidagi 89-uchrashuvda erishdi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.